Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google Chrome. Короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshat sizlarni 5-qismini olamiz do'stlar. Sizlar esa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Qani ketdik. Xo'sh, endi bizning birinchi seedimiz oldin kreativga o'tkazib olamiz va bo'ldi. Endi seedni yozamiz. Bizning birinchi seedimiz 4 ta 8. Horror seed degan ekanmi, bir narsa degan ekan. Xullas kirib ko'ramiz, baho beramiz. 1 dan 10 gacha degandek, mayli. Xo'p. Mana qishloq 8 ta, 4 ta 8 yozsangiz, shunaqa qishloqda paydo bo'lasiz. Juda ham ajoyib, juda ham qulay, juda ham shinam, bug ham bo'lmagan. Xullas, juda ham ajoyib. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa 16. Xo'p. Ketdi. Dunyoni yaratamiz. Qotyaptimi ozgina, mayli. Xo'p, yaratilmoqda. Bizning dunyomiz yaratilmoqda. Muncha sekin bo'lyapti bu. Opa, yaratildi. Xo'sh, endi esa qani bu yerda qishloq bo'lish kerak edi menimcha. Qishloq bo'lish kerak edi 16 da, meni xotiram bo'yicha. Xo'p. Qaysi tomonda ekan? Hozir ko'ramiz. Aylanib chiqaylikchi bir qator. Juda eslay olmayapman. Mana shu tomondamikin yoki yo'q? Qaysi tomonda ekan? Mana shu tomondamikin yoki yo'q? Qayerda tug'ilgan joyida, mana qishloq. Tug'ilgan joyida chiqadigan qishloqli seed aytinglar do'stlar, nima bu? To'xtarib topish kerakmi? Ana shu tomonda quduq bor ekan, demak shu tomonda nima ham bor? Piramida ham bor. Narigi tomonda yana bitta qishloq bor ekan. Buni qaranglar ajoyibligini. Endi esa buni qaranglar ajoyibligini. Ikkita qishloq, kuznitsa ham bor ekan. Juda ham ajoyib. Juda ham qulay, juda ham shinam. Bunday aytganda bo'ladigan seed. Bemalol выживание qilsa bo'lar ekan. Mana bu yerga kelib nimaligini ham bilib olsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda quduq va mana bu yerda yana bitta qishloq bor ekan. Ajoyib. Qishloqlar juda ham ko'p. Qishloq sevuvchilar uchun ekanda, xullas. Kalom menga juda ham yoqdi. Kim xohlasa bemalol kelib yashashi mumkin. Piramidani ham oqtarib ko'rasizlar. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa 3 ta 1. 1. Xullas, o'yinni yaratamiz, dunyoni yaratamiz. O'yin deyapman-ku, mayli. Xullas, yaratilmoqda. Oppa, ozgina qatyapti, mayli. Xo'p, ana shu tomonda qishloq bo'lish kerak edi. 3 ta 1 da menimcha ikkita piramida bo'lish kerakmidi? Eslay olmayapman cho'ta topolmayapman. Qayerda qoldi ekan? Cho'ta qishloq bo'lish kerak edi. Menimcha 100% nimadir bo'lish kerak edi shu seedda. Eslay olmayapman faqat. Nimagadir eslay olmayapman. Xo'sh, mana shu tomonlarda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda quduq bor ekan, nimaga piramida yo'q? Quduq bor-u, piramida yo'q. Qarab ko'rish kerak, yaxshilab qarab ko'rish kerak menimcha. Yaxshilab oqtarib ko'rish kerakmi? Hech narsa ko'rinmaydi cho'ta. Hech narsa yo'q. Bo'lish kerak edi. Qayerda qolib ketdik? Mana bu yerda yana bitta quduq, yana bitta piramida bo'lishi kerak demayman. Aytda yana bitta quduq. Piramidalar qani? Quduqda o'zi bor, xolos piramidalar yo'q. Onasini yemsin. Xo'sh. Cho'ta topolmayapman. Bilmadim. Yana bilmadim. Qayerda ekan yoki nima ekan? Hayronman. Kirib o'zlaring tekshirib ko'rasizlar-da endi. Men topolmayapman nimagadir. Cho'ta bu tomonlarda hech narsa ko'rinmayapti. Mayli. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz TYY. Buni mana anglatishini bilmayman, lekin mayli, yozib ko'raveramiz. Dunyo yaratilmoqda. Opa, yaratildi va mana qishloq. Mana bo'lar ekan u. Tug'ilgan joyimda qishloq turibdi. Ajoyib. Juda ham ajoyib. Kuznitsa ham bor. Mana bu yerda quyosh ham bor. Xullas, kuznitsaning ichida bo'lsa, ichini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Wow, mana bunaqa narsalar bor ekan. Juda ham zo'r, juda ham ajoyib. Bemalol kelib tirik qolib ketsangiz bo'ladi. Выживание, survival degandek hardcore deysizmi? Короче, farqi yo'q. Nima bo'lsa ham bemalol yashab qolsa bo'ladigan qishloq. Seriallar borsa ham bo'ladi atak. Mayli. Biz esa davom etamiz. Bizning oxirgi seedimiz, finalniy seedimiz, final. Prям buni oldin ham sinab ko'rganman. Tug'ilgan joyidan
to'g'ri pastga ko'ylab tushsa, ajoyib joyga tushadi. Do'stlar, hozir ko'rasizlar. Qarab turinglar, mana shunday to'ldik. Bo'ldi, oyog'imiz tagini prям kovlaymiz. Mana bu narsani olib qo'yamizda, qani. Tunda ko'radigan ichimlik qani? Night Vision. Qani bu? Topolmayapman juda. Bo'ldi. Mana uni olamiz va bo'ldi. Ichamizda pastga kovlab tushaveramiz. Xo'pa. Ketdi. Hopa. Mana bu kutubxonaga tushamiz birinchi navbatda. Xo'sh, bundan keyin esa portalni bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. O'rgimchak to'riga ilashib qoldim. Xo'sh, mana bu tomonga borsak. Xo'sh. Bu yerda mana bunaqa sassiq zombilar bor ekan. Xo'sh, mana topdik. Va nihoyat ajoyib. Bemalol kelib ajdarni o'ldirgani ketsangiz ham bo'laveradi. Hech qanaqa muammosiz. Xo'sh. Qani bu narsa endi? Mana, hoppa. Mana shu narsani bunday qilib qo'yib chiqamiz. Hozir ajdarni oldiga bir borib kelaylikchi. Xabar olib kelaylik. Ajdar akamizni, Ajdar tog'amizni. Choy-poy berar balki. Yo'q, iftorlik qilib beradi. Hoppa. Xo'p, ajdarning oldiga kelib bemalol iftorlik ham, saharlik ham qilishingiz mumkin. Xo'p, bugungi shular edi. Agar sizning yozgan sidingiz chiqmagan bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqadi. Shunchaki sidlar juda ham ko'p. Bitta videoda 5 tadan ulgurmayapman. Shunday ekan, obuna bo'lib qo'ying. Siz ham sid bilsangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta sizni ham sidingizni chiqaraman do'stlar. Hammaga rahmat. Hammaga har doimgidek ko'rishguncha